Ustoz, tepakal erkaklar boshining sochi yo'q joyiga soch yopishtirishi joizmi? Hozirda bu narsa juda ommalashib ketdi. Chunki erkaklarning bu narsaga ehtiyoji bor. Iltimos, bu narsaga shar'iy yechim bersangiz. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Soch ektirish desak to'g'ri bo'ladi, soch yopishtirish demasdan. Yopishtirish endi qanaqa yopishtiradi bilmayman. U parik kiyish desa u harom bo'ladi, noto'g'ri. Ammo soch ektirishda hozirgi nimada yangi masalalardan bo'lib qoldi bu ham. O'sha o'zini a'zosidan, masalan, sochini boshini orqa taraflaridan, boshqa joylardan tuklarni olib oldi tarafiga ekish masalasi. Bu narsa muboh ishlardan. Muboh ishlardan odamning xilqatini o'zgartirishga kirmaydi. Bu davolanishga kirayotgan narsa. Chunki insonni Alloh taolo chiroyli suratda yaratdi degan, laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Insonni chiroyli suratda yaratdi degan, demak insonni sochi borligi o'zi aslisi. O'sha asl holatiga keltirish bu xilqatni o'zgartirishga kirmaydi. Chunki asl sochi borligi. Shuning uchun ham masalan boshida soch to'kilib ketgan kishilar soch ektirishi bu muboh bo'lgan narsalardan. Bu narsa harom deydigan narsa emas bu. Buni dalili o'sha Rasulullohning davrida Arfajat ibn Sa'd degan bir sahobiyni burni kesilib ketgan kishi sahobiy bo'lgan ekan. U kishi o'sha jahiliyat urushlaridan birida, islomdan oldingi urushlardan birida burni kesilib ketgan bo'lgan. Shuni burni endi kesilgandan bilasizlar, juda xunuk holat bo'lib qoladi. O'shanga kumushdan burun yasab qo'yganda o'sha hidlanib qolgan. Kumush bilan odam badani kelishmasdan keyin tillodan qilishga Rasululloh ruxsat berganlar. Mana shuni ham ulamolar ruxsat beradiki, davolanish uchun bo'layotgan bo'lsa, bu xilqatni o'zgartirishga kirmaydi. Chunki insonning asli burni borligida. Yoki masalan bir odamni masalan barmog'i 6 ta bo'lsa, o'sha 6-barmog'ini operatsiya qilib kestirib tashlasa bo'ladimi? Agar uni boshqa nimasiga ta'sir qilmasa, shuni kestirishda ziyoni bo'lmasa, olib tashlasa bo'ladimi deganda, olib tashlasa bo'ladi, chunki ziyoda narsa. Shunday insonni yuzidan masalan bir ziyoda narsa chiqsa, o'shani olib tashlasa xilqatni o'zgartirishga kiramizsa, yo'q, kirmaydi bu. Chunki insonni asl qiyofatiga, asl holatiga qaytarish bo'ladi deb aytishadi. Soch ektirish ham xuddi shunday davolanish bobidan bo'layotgan narsa. Ammo xilqatni o'zgartirish boshqa narsa. Endi inson qarib qolganda yuzlarini, terilarini torttirish masalasi bu xilqatni o'zgartirishga kiradi. Chunki inson normal holatda baribir qariydi, yuzlari masalan ajin tushadi. Bu ham o'zi yosh katta odamga yarashib turayotgan narsalardan. Ajin tushishi ham, soch soqolni oqarishi ham o'ziga yarasha bir insonning nuroniyligini, insonda birga yarashib turib yoshiga yarashgan narsa bo'ladi. Ammo o'sha yuzini torttirib operatsiya qilish bu xilqatni o'zgartirishga kirayotgan narsa. Davolanish emas bu. Ammo soch ektirish bo'lsa, bu davolanish bobidan bo'layotgan narsa deyiladi. Ruxsat deb aytiladi. Vallohu a'lam. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام